Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bekxon do'stlar. Xo'p do'stlar, biz bugungi o'yinda Rus Mobile bo'ladi. Biz o'ynaydigan o'yinimiz xo'p. Buni bola tavsiya qiluvdi, shunga kirib ko'rdim, o'ynadim 2 kuncha. Qarasam yaxshi o'yin ekan, yoqdi menga, zo'r. Keyin bola aytib qoldi, buni Xudosh ham o'ynaydi dedi. Xudoshga yozib qarasam, Xudoshda chiqmadi. Keyin bilsam, eski nimasi YouTube nimasi o'chib ketibdi, Gmail'i topolmayotgan ekan. Keyin yangi ochgan ekan, Jasur degan, Hojib degan bola bor edi, o'sha tashlab berdi menga. Kirib gaplashib ko'rdik. Bu o'yinni o'ynagan bo'lsam, oddiy ishladim, zadaniyalarni bajardim, kunlik questlarni qildim. Endi kunlik emas, o'zi kirgan paytinglar beradigan zadaniyalar bor, shularni qildim. Pul yig'dim, taksida ishladim. Mashina ham oldim o'zi. O'zi mashinani отдельный video qilmoqchi edim. Sabrim yetmadi, kuta olmadim. Shunga mashina oldim. Mashina mana Deo Nexia. Bez nomer, hali nomer olmadim. Nomer qayerdan oladi bilmayman, to'g'risini aytsam. Hop. Mashinani qulflaymiz. Yo'q, bular ochordi. Qulfla. Mana. Mashinani qulfladik. Mashina it. Вообще go'zal. Men orqadagi nomer chiqarishibdi, lekin to'g'risini aytsam bori. Qora emas, oq oldim. Razaplar salchalar ishlabdi. Kalpakga ham chichib qo'yishibdi. Men buni tuninglarni ko'rmadim hali. Unda hozir borib tuninglarni ko'ramiz. Undan keyin bu ishga borib bu ishda ishlaymiz-da, xullas. Tuning center qat'iydi endi. Bala qat'iydi tuning center. Avtorinik bu qat'iydi. Tuning center topolmayman, to'g'risini aytsam. Qat'iyligini bilmadim lekin. Amalda kerak emas bizga gap. Hozir ish qidiramiz. Rabotaga kiramiz. Rabotada avtomexanik, taksipark. Taksiparkda ko'p ishladim. Avtomexanikda ishlab ko'rmadim. Avtobus, baliq tutish, ya'ni nima bu? Ribalki, место рыбалки, magazin, balovatlar, inkassator. Inkassatorda ishlab ko'rsam ekan deb turibman-da. O'yinim 5-o'yin bo'libdi. O'ylayapman. Xo'p. Mayli, go'damay mana shu inkassatorda ishlab ko'ramiz. Men ishlab ko'rmadim hali, o'zimga ham qiziq, to'g'risini aytsam. Lekin Nexia'ni addi shu yurigidan qilishibdi-yu, salchali ishi bor ekan. Voy, bular yana shtrafmi? Men shtrafga tushirib ezilib ketdim boru. Yaxshi, lekin pravani olib qo'ymas ekan, 12 dan 13 ta shtrafga tushdim men. Qatdan to'lashni bilmay turdim. Keyin GBDda to'laysan dedi. Borib kartadan zo'rg'a bir amallab topdim. Bordim-da to'lab keldim. O'yin nimasi zo'r ekan, menga yoqdi lekin. Endi riniklarni nimalarni o'rganib olishim kerak. Men faqat kirdim, ishladim, pul topib mashina oldim, bo'ldi. Endigi harakat uy olaman bu joydan. Shu bilan hayot go'zal bo'ladi. Hoppa. Keyin do'stlar, Black Russian'ni ko'pchilik so'rayapti. Nima qilasiz? Qaysi serverga kirasiz? Qachon qaytasiz? Mana shu 1-2 haftalarda Black Russian'ga qaytsam kerak do'stlar. Lekin qaytganimda ham baribir nima desam bo'lar ekan, oldingidek bosib o'ynaymanmi yo'qmi, shuni o'ylayapman hozir. Akkaunt qanaqa qilib ban yedi deb ham ko'pchilik qiziqdi. Akkaunt bu kim o'zidan o'zi ban bermadi.
bu narsa qilib hech kim tiqvormadi. O'zimning xatoyim bilan bo'ldi u. Rizoni akkaunti ham banga kirib ketdim meni xatoyim bilan. Xullas, Rizoda aytganimdek qimmat mashina bor edi. Mashinani sotdik. Sotishimiz bilan sразу nima VIP chatda nima qilib yurdim. 20 ta slotdan ko'p semya bo'lsa, telefonga telefon qilinglar, men sotib olaman, pulini qizig'i u yoq deb yozib nima qildim. Xullas, uni sotishimiz bilan sразу menga nima keldi? Telefon keldi. Keyin mana Findam. Xullas, keyin men gaplashdim. Pulim yetmas ekan. Nima desa bo'lar ekan, anu sodda qilib tushuntirganda, xullas, общий hisobda bir 30 millionlarcha bo'ladi dedi. 28 ta sloti bor ekan. Yaxshi semya ekan, nomini nima deydi, esimda yo'q xullas nomi. O'shani olmoqchi edim. Keyin uni olgandan keyin joyda semyani mashinadan to'ldirmoqchi edim. Shuning uchun o'zimning akkauntimga, Rizon akkauntidan o'zimnikiga 150 million o'tkazdim. Nima ban berish, nima berish umuman esimda yo'q edi u payti. Semya topishim bilan o'zi anchadan beri qidirib yurdim, topolmay turdim. Semya topishim bilan qiziqmasdan sразу o'tkazordim. U esimda ham yo'q. Pulni qanaqa o'tkazdim? 60 million qo'ldan o'tkazdim. 90 million через обмен ZAZ bilan o'tkazdim. Xullas, u обмен bo'lgandan keyin pulni sразу akkauntga qaytardim. Endi menga rizo etib qoldi. Mashinaqalar bo'ladi. Senga ban berishadi. Adminlar ko'rib qolsa, u yoq bu yoq deb gapiruvdi. Keyin rostdan shunaqa bo'lib qolmasin dedimda, tushunmadim. Voy. Parol 1 yo'q. Balla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Shunga solamanmi ish qilib? Shunga solar ekanman. Xullas, короче, akkaunt Rizo aytgandan keyin pulni akkauntga sразу qaytarganmiz. Qanaqa qilib olgan bo'lsam, shunaqa qilib qaytardim. 90 million через ZAZ, 60 million qo'ldan. Qaytargandan keyin oradan 3 kun o'tdi. 3 kunning ichida o'zi Rizo kirdi. Unga Rizo bilan takayoni X7 lar topolmay yurdik, X7 oldik. Keyin bu mayda-chuyda mashinalar qarab yurib, shunaqa ishlar qilib yurdik. Xullas, kechki payt o'yinda bolalar kam edi. 3 ta 4 ta bola bilan aylanib nima qilib turdik, gaplashib aylanib yurdik. Hamma o'zini ishi bilan yuribdi. Mana Tom bilan semyada uy oldida gaplashib turdim. Tom bilanmi, Hoji bilanmi, kim bilandir gaplashib turdim. Xullas, keyin birdan admin spam qilib chaqirib oldi meni. U bu narsalar deb gapiryotibdi. Endi ruscha uncha tushunmayman. Tushunmadim. Iltimos qilib to'xta, nima ban bermay tur. Hozir endi boshida mendan Rizoni so'radi. Rizo qayerda? Rizo onlaynmi dedi. Yo'q, to'xtab tur, shoshilma. Hozir nima qilaman? Rizoni chaqiraman, ban bermay tur, shoshilma, iltimos qilib nima qilyapsam, mendan nima qildi? Nima desam bo'ladi? Okey dedi. Men uni gapiga ishongan holda yozamiz. Gapiga ishondim. Nima o'yindan chiqdimda Telegramga kirib Rizoga yozyapman. Iltimos kir qilib. Unga yozganimdan keyin sразу unga qaytib kirsam bo'ldi. Все уже ban. Nimasini o'qolmay qoldim. Sразу screenshot qildimda translate'ga tashlasam, mana shunaqa sabab bo'yicha ban berilgan. Ban vaqti cheksiz. Yo bu yoqda bo'ldi. Men o'zi dedim. Lekin borib shuncha qilgan donatim, qancha mehnatim, o'zim raso qildim hammasini. Eng qizig'i, donatlarimga, imushka u pullarimga, nimalarimga chimayapman. Просто u akkauntimda qancha xotira bor edi, qancha xotira bor edi. Bu ban yeganimdan keyin o'yindan chiqib ketdim.
kechki payt edi. Nima qilishni bilmadim. Yotdim, uxladim, ertalab turdim. Endi ertalab chala nimada esinglarda bo'lmaydi kecha nima bo'lgani. Kecha nima bo'lgani rostdan esimda yo'q edi. O'yinga kirmoqchi edim. Black Rush nimani telefonni ochib turib Black Rushni shunda ustiga bosdim. Bittada hammasi esga tushib ketdi bori. Kecha nima bo'lgani, nimaga o'yindan chiqib ketganim baloba hammasi bittada esga tushdi. Bala dedim, shu bilan chiqib ketdim. Uzr. Lekin o'yinni o'chirib tashamadim. O'yin hali turibdi. Tez kunlarda o'yinga qaytish niyatim bor. To'g'risini aytsam, men o'yindan keta olmayman. Chunki deyarli hayotimning yarim nimasi o'sha o'yin bilan bog'lanib qolganday bo'lib tuyulyapti. Ko'pchilik bolalar ham so'rayapti, qayting qilib. Boshida qaysi serverga kirsam ekan deb server tanlab qiynaldim. Keyin bunda o'ylab qarasam, o'zi Sochida 43 levelli bitta akkaunt bor edi, o'sha esga tushib qoldi. Endi u hozir boshqa odamda turibdi. Hozir o'ynayotgan odamdan iltimos qilib so'rab ko'raman endi o'sha akkauntni menga berishlarini. Adashmasam ichida 20 millionchama pul bor edi-ku, menimcha. Xullas, endi hozir akkauntda o'ynayotgan odamdan iltimos qilib yalinib ko'raman. Iltimos bering menga, sizga boshqa akkaunt ochib beraman. Endi ko'ramiz, agar bersalar rostdan o'yinga qaytaman, yo'q desalar pulni yig'ishtirib tashirman balkim Black Rush'ni. Bu o'yinni topdim. Bu o'yin menga yoqib qoldi, lekin cho'tka ekan. Kakarasan xuddi mana shu serverda ekan, men 5-serverda. Xudush bilan gaplashib topishib nima qilsak, mana shu o'yinni davom ettiraveraman. Millat o'zi mana shu Black Rush'ga kirishimdan oldin Xudushda ko'rdim uni videosini. Menga yoqib qoldi o'yin. Kirib o'ynab nima qildim. O'yindan zerikkan paytim Xudush videolarini ko'rib chiqardim. Unga ham shunaqa qilishgan, necha yil o'ynagan akkauntiga ban berib, nima qilib. Eng qizig'i uni adminlar yo rus igroklar qilmagan, o'zimizda o'zbeklar qilgan. Endi o'zbeklar qonida bor. Bu ham ko'tarilib ketsa chidamasdan bu narsa qilib yo'qotib yuboradi. Xullas, shunaqa gaplar. Xuddi shu o'zi bilan ham gaplashsam, men o'yinga endi qaytmayman. Bo'ldi, umuman yig'ishtirib tashlayman. Nima qilib gapirdi. Ko'raman, endi yalinib bo'lsa ham, iltimos qilib bo'lsa ham Sochiga biramanlab kirg'izaman. Black Rush'ga qaytaraman xuddi shu. Men bitta o'zim zerikaman deya olmayman, chunki bitta o'zim bo'lmayman. Bolalar ham bor. O'sha bolalar bilan kayf qilib o'ynaymiz. Men sirazi qaytmayman. 1-2 haftacha o'zimga kelib olguncha men shu o'yinni o'ynab turaman. Keyin balkim ko'ramiz, Black Rush'ga qaytarman. Yoki rostdan ham Sochiga qaytaman. Agar ishim o'xshab qolsa, o'xshamasa boshqa serverga o'tib ketarman. U aniq emas, lekin sizlar nima bolalar, sizlar to'xtab qolmanglar. Men Black Rush'dan pulni ketaman deyotganim yo'q. Agar rostdan ishim o'xshab qolsa, boyagi akkaunt nimasi o'xshab qolsa, Sochiga qaytaman. Sizlar bo'ldi, bekam ketdi, menga ham qiziqqan u yo'q deb. Ko'pchilik shunaqa dedi. Oramizda вообще umuman farqi yo'li ham bor. Ketsa ketibdi, menga nima deb bosoradigan bor. Ularga qo'yil, lekin o'shanaqa odam bo'lish kerak. Birov bilan bir tillishi yo'q. O'zim kayf qilsam bo'ldi deb yashaydigan odamlar mazza qilib yashaydi. O'shanaqa odam bo'lish kerak, lekin men ketganim uchun sizlar to'xtab qolmanglar do'stlar. Gazini bosib ishlayveringlar, pul topinglar, yig'inglar. Qimmat mashinalarni olinglar, kuchayaveringlar. Men qaytaman, pulniga ketmayman. Bir kun qaytaman. Boshida mana shu o'zimizning Telegram gruppada bor bolalar bilan hammamiz yig'ilishib bitta oddiy semiya ochib olaman. Sal kuchayib o'zimizga kelib olguncha o'sha semiyada bo'lib turamiz. Ko'tarilib olgandan keyin sirazi semiyani sotib yuboraman yo o'chirib tashlayman-da. Keyin qimmatroq bitta mashina semiya olamiz, slot ko'proq. Keyin yog'iga o'sha semiyada kuchayaveramiz. Hammani o'sha semiyaga yig'ishga harakat qilaman.
o'zi 30 tami 35 tami bola bo'ladi уже semyada. Mayli. Lekin o'sha hozir taktikalar ochilganiga ancha bo'ladi, bor, yillardan oshib ketuvdi. Shundoq semyani rasvo qildim. Mayli. Farqi yo'q menga, to'xtash yo'q bolalar. Yiqilsak ham, sinsak ham boshqatdan boshlaymiz. Umuman qizig'i yo'q. Baribir qachondir to'xtataman o'yinni. Qachon to'xtatishimni o'zim belgilayman. Birovning gapiga qarab nima qilib o'tirmayman. To'xtatgunimgacha, o'sha o'yinni bezmagunimgacha polni bosaveraman. Farqi yo'q. Kim nima deydi, nima gapiradi, umuman qiziqmas menga. Qachon o'sha o'yinni o'zim bezaman, shundan keyin to'xtataman. Ungacha to'xtatish yo'q bolalar. Bu safargi mana shu o'yinni boshlashimda polni hamma narsada o'zim qatnashaman. Hammasini o'zim qarab nima qilib yuraman, hamma bolalarga nimalarga. Endi u oldin просто semyada ishonchli bolalar zamlar ko'p edi, shuning uchun hammasini ularga topshirib qo'ydim. O'zim takoy sal nima semyadan bezigan deb yurdim. G'alati bo'lib, balkim shuni kasriganmi, shunga do'dirab qolib nima qildim, pul o'tkazordimmi. Bu safar hammasini boshida o'zim turaman. Hammasiga o'zim qarayman. Polni semyani kuchaytiramiz. Polni tezroq pul topish yo'lini qilaman. Ko'raman, agar o'xshamasa yana donat qilaman. O'zi adashmasam shu 20 million bilan ham eplab bitta semya olsam kerak. Lekin 20 millionga semya olsam keyin hech vaqosiz qolaman-da, shunisi ham bor bu yoqda. Ko'ramiz, nima qilsa bolalar yordam beraverar, bolalar nima qilsa hammamiz pul tashashib turib, bu bitta mashina olvoramiz semyaga. Bittami? 3-4 ta olib nima qilamiz-da, xullas. Xo'p, bu o'yinga keladigan bo'lsak, Rus Mobile. O'yin yomon emas, o'yin yaxshi ekan, menga yoqdi. Qiziqarli bo'pti boshida. Hozirchalik g'alati narsa yo'q, hammasi zo'r ketyapti. Buni ham o'sha 1-2 haftacha o'ynab ko'raman. Ko'ramiz, Xudosh bilan gaplashib nima qilib ko'raman. Agar Xudosh semya ochadigan bo'lsa, shu semyaga kirib o'shda o'ynayveraman. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Hoppa. Lekin 0 dan boshlash qalay bo'lar ekan? Men shunga qiziqolmanda. Bilat yana ishtirofmiz. Zordilaring bor-ku. 150 ekan maksimalkasi. Namuncha sekin. Bu o'yinga ham qiziqayotganlar bo'lsa, kommentda yozib qoldiringlar. Men yangi akkaunt ochib turib 0 dan boshlab nima qilishni o'rgataman sizlarga ham. O'zim boshida tushunib olishim sal qiyinroq bo'ldi-yu. Bitta tushunib ketsanglar, yo'q oson ekan. Voy, mana shu narsasi yoqdi menga bor-ku. Nima deydi bu, politsiyskimidi? To'xtaymiz, mashinadan tushamiz. Hop, 60 ming yig'ibmiz. Boyagi Nexia'ni tuningi yetarmikan 60 ming? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Voy, всё. Hop. Ketdik. Bu ish uncha yoqmadi menga, bor. Avtobus qalay ekan? Taksi yaxshiroq beryapti. To'g'ri, endi taksi 3 ming, 3,5 ming, 4 ming, ba'zida borsa 10 ming. O'zini taksi o'zi beradigan klientlari bilan o'shanaqa 3,5 ming, 4 ming, 4,5 ming, 5 ming o'shanaqa bo'lyapti. Lekin ko'chadan bu joydan rostakam o'ynayotgan, ey falokat. Rostakam o'ynayotgan igrok topib olsanglar, вообще bor-ku. Xohlagancha aylantirib yo'q-yoqda olib yuraverasizlar bor-ku. Har bir yurgan kilometringlarga 5 ming dan yozib ketaveradi. Men buni avtorenikka qiziqolman, o'shga ham bitta borib ko'rishim kerak. Lekin undan oldin hozir bo'ldi, mana shu oxirgi ishim. Buni borib topshiraman-da.
pullab turib, keyin shu bilan Nexia'ni olaman, tuningga ketdi. Borib bu joyini tuning qilaman ben mashinani. Urma faqat. Hop. Voy palakat. Voy 2%. Biramanlik yetib oling. Qancha berdi? 6000. Ha, bo'laveradi bizga. Tush mashinadan. İşten boşayımız. De. Всё. Ana 67.000 bo'ldi. Mashinani och. Hop. Endi buni tuning sentri qayerda ekan? Mashinani benzin qo'yish kerak. Bu bitta magazinga borib remont nabor narsalar olishim kerak. Voy palakat. Hop, endi kartadan qidiramiz. Sirraboti. Yo'q, bu yerda bizga kerak degan narsa banda yo'q, bu yerda ham yo'q. Motosalon yo'q, bu yerda ham yo'q. Kazino. Bu yerda ham yo'q. Biznes qanaqa biznes ekan bu? Bularga kirib ko'rmadim men borib. Zapravkaga borib ko'rsam ekan. 1080. Bular tuning sentri yo'qmi bu yerda? Mana bor ekan. Bu shina ekan. Bu yerda ekan. Mana topdim, mana. Ketdik. Voy. Asalligini qaranglar mana. Bu mashinadan keyin pul yig'ib turib bitta joydan uy olaman. Uy olgandan keyin keyingi harakat Matizga bo'ladi. Matizni ham olgandan keyin bu ikkala sotib yuboraman-da BMW olaman. Ha do'stlar, BMW baribir BMW. Ko'chada ochiqayotgan bitta E39 topib oldim. O'tirib haydadim 250 dek. Ketotdi-yu, onasini ham вообще zo'r uchyapti mashina. 165 ekan maksimalga. Hop, keldik. Qanaqa qilib kiradi? Kirdimmi? Mana. Oho. Trenirovkani ko'raylik-da. 80.000 deydimi? Nima balo bu? 90.000. Voy bala. Mashinani o'zini qanaqa qilsam ekan? Hoppa, 60.000. Shunaqa qo'ysam bo'ladi. Hop, diskaga hech narsa yo'qmi? Vinillari it ekan lekin. 28 ming. Qo'yib yuborsam ham bo'ladi. Mana shu vinilni qo'yayım. Fake taksi. Mana bu ham lekin it. Bu qanaqa vinil? Bu fake taksi. Pikachu. Mana shuni qo'ysam bo'ladi bor. Mana shu ham cho'tka lekin virus X. Boshqa narsalar yo'q, boshqa normallari. Mana bu ham zo'r lekin. Voy, sal chichib yuborishibdi. Chichib qo'yishibdi lekin sal. Samuray. Mana bu ham it lekin. Ajdar. Bu ham yomon emas. Mana shuni qo'yayım. Bu yo'qlari nima? Bu Faroniki ekan. Voy, bila 150 ming. Nitro 150 ming, 250 ming, 350 ming. Vinil qo'yib ketamanmi bu yerdan? Qo'yish kerak emas menga hech narsasi. Bitta vinil qo'yaman. Yo'q, qochtir bu yoqqa. Diska normal diska yo'q. Mashina rangini bo'yab o'tiraman, kerak emas. Trenirovka kerak emas. Vinil yo'q ekan. Qancha dedi vinilda? 100 ming.
Oho. Bitta mana shu vinilni qo'yib ketaveraman. Yo shoshilmasam ekan xotirchalikka. 28 mingda mana bo'ldi. Bitta vinil qo'yamiz. Keyin bunga diska taqish kerak normalda. 44 ming qoldi. 44 mingga qanaqa diska bor ekan? Davay mana shu nimaga boshqatdan kiraylik-da, men diska topay. Eng pastga tushaylik-da. Qani edi endi? Texnicheskiy yo'q, kerak emas. Bu kerak emas. Diska mana. O't sekin. Ko'zingga qara, ho'kiz. Endi diskaga boramiz. 44 ming pul. Qanaqa diska taqsa bo'lar ekan 44 mingga? Lekin itda ishlaymanda keyin. Qop-qora qilsa chiroyli bo'lar ekan mashina. Ichidan ko'raylik, ichidan. Voy, xato qildim. Uzr. Salonga qaytib kirganman. Voy, sekin. Bunga stage bilan nitro ursa qalay bo'lar ekan? Nitro qo'yib yuborib, stage urib yuborsam bo'larmikan? Bu mashinaga tushungan qo'ymayman, yaxshi. Ko'ramiz, men ringga qiziqaman, ring qalay bo'lar ekan deb. Ringga ham bitta borib ko'raman. 90 qo'yilgan ekan bu yoqda. Qat bu? Shinemata shotmi? Da, shot. Hoppa! Ana. Nomeri it joyga yopishtirishibdi, lekin boru yomon g'ashim ketyapti. Kiramiz. Hop. Shinemontash. Voy. Qo'y, yaxshi, bunga tegmaymiz. Oho. Bunga ham tegmas ekanmiz. Diska. Voy. Nimaga qishki diska hammasi? Qish emas bu hozir. Voy, mana bo'p turar ekan bu. Qancha 500 ming deydimi? Nima balo bo'lar? Oho. Men topdim mashinani nima qilishni. Sal ko'tar. Mana. Mashina qilib qo'yaman mashinani. Orqani cho'ktirsa bo'ladimi? Voy. Po'nyal, tegmas ekanmiz. Mana do'stlar, ko'rganingizdek mashinaga faqat bittagina vinil yopishtira oldik. Boshqa hech narsa qilmadik. Bu mashinaning yana bitta minus tarafini ko'rsataman sizlarga. Orqada bitta vexlop bor, lekin vexlopdan tutun chiqadigan joyi ikkita. Молодец. Mayli. Ko'rmadinglar? Men ko'rsatmadim. Mayli unda do'stlar, sog' bo'linglar, charchamanglar. Men sizga mana shu videoni to'xtata qolaman. Keyingi video ham adashmasam mana shu Rus Mobile'da bo'ladi. Epilsam keyingi videoda xuddi shu bilan birgalikda video olamiz. Mayli unda do'stlar, sog' bo'linglar, charchamanglar, salomat bo'linglar. Xayr.